Tracker 2 avtomobillari juda ham jo'ski bo'ladi. Buni nima qilsa yumshoq bo'ladi? Necha pul ketadi? Videoni oxirigacha ko'rsanglar, men sizlarga bitta ko'rsatib o'taman. Birinchisi richak sanli bloki bo'ladi. Bu juda ham yengil bo'ladi. Men hozir sizlarga buni spot bilan ko'rsatib beraman. 236 gram chiqdi. Biz qo'yib berayotgan sanli blok Cobalt sanli blok bo'ladi. Buni proshinisi ancha baquvvat bo'ladi. Buni ham o'lchab ko'ramiz. 526 gram chiqyapti. Ko'rasizlarmi? Teng farq bor. Shundan ham bilsanglar bo'ladi baquvvatligini. Ikkinchi detal bu prujina bo'ladi. Aylanasi 6 ta bo'ladi. Biz bunga Cobalt prujina qo'yib beramiz. Buni aylanasi 3 ta bo'lgan hisobiga orqa qismi ham yumshoq bo'ladi. Uchinchisi bu amortizator. Amortizator o'ziniki juda ham slabiy bo'ladi. Biz buni ham olib tashlaymiz-da, bunga ham Cobalt amortizatorlarni qo'yib beramiz. Mana shu 3 ta narsani qilgandan keyin mashina yumshoq bo'ladi. Ana endi asosiy joyiga keldik. Bu zapchastlarni ustirovkasi bilan biz 2300 ming so'm qilib beramiz. Hamma narsani tayyor holatda qilib qo'yganmiz, ko'p vaqtingiz ketmaydi. Ustirovka qilib bo'lgandan keyin test drive ko'chalarimiz ham bor. Servis xizmatlari uchun pastda nomer qoldirib qo'yamiz. Bemalol shu nomerlarga aloqa chiqib kelsanglar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, Tracker 2 hadiyani olib jo'natib qo'yamiz.